yaxshilar. Get ready with me bog'chaga. Bugun havo juda ham zo'r. Hozir uxlab turdim. Betimga hech narsa surtamaganman, qaranglar. Shunday ketsak ham bo'laveradi. Men bitta setda betimga ishlatyapman. Bu reklama emas, hech narsa belgilanmaydi bu videoga. Men bitta setda ishlatyapman, dahshat ekan. Betni oqartirib qo'yar ekan. Mana shu ikkalasi. Bu siviritkasi, bu kremi. Xolos shu ikkalasi. Betni dahshat oqartirib qo'yar ekan. Yuzimdagi dog'larni ham даже ochartiryapti, qaranglar. Pipet. Mashina surtashda boshlagandan beri уже betimga make-up qilmayapman. Ko'chaga chiqib ketayotganimda. Oldin sog'ni bog'chaga tashlagani ketayotganimda ertalab turib yuzimni yuvib, uxut qilib make-up qilardim. Hozir make-up qilganim yo'q. Qarachi bog'chaga ketdik. Koreyada yashaydigan qaysi bloger bilan birga collaboration qilishni xohlardinglar? Kommentariyaga yozib qoldirsanglar, o'sha blogerga yozib ko'raman. Agar uchrashishni xohlasa, birga video olgan bo'lardik. Nafaqat men, balki-da kasb qaynonam ham. Bugun sovuni bog'chasida ota-onalar kuniga chiroyli qilib bezatib qo'yishibdi. O'ylab qarasam, ertaga nafaqat Karus xolam pochami bayrami, balki-da meni ham bayramim ekan. 18 oylik o'g'lim bog'chasidan ajoyib buket tayyorlagan ekan. O'sha buketni olib chiqqani oyasi boshqatdan yana kirib ketdi. Shunaqa chiroyli buket yasashibdi, lekin afsuski buni gulini yesa bo'lmas ekan. Uyga qaytishda esa Karus qaynonamga ham bitta живой gul olib keldik.